Assalomu alaykum hurmatli guruhdagilar, akalar, ukalar. Bugün 17 aprel 2025 yil. 5200 beton xorig'ichimiz Andijon viloyat Mingbuloq tumaniga Odil akamizga sotildi. Hozir ortish arafatidamiz. Odil aka, yaxshi kunlarga bersin aka. Rahmat aka. Kam bo'lmang, boringizga shukr. Aka endi qutlug' bo'lsin ha. Rahmat. Sizlarga ham bo'lsin. Harakat qildik. Xudo mana niyatlarimizga yetkazdi, oldik. Allohga shukr. Guruhdagilar ham, sizlarga ham hammalaringga omad. Yaxshi niyatda harakat qilib gazini bosaveringlar. Xudo hammaga xayrlisini beraversin. Salomat bo'linglar. Bu yaxshi. Firma rahbarlariga ham rahmat. Mana ishimiz ertalab keldik, ishimiz bitdi. Mana Xudo xolasa endi qaytishga harakat. Yaxshi kunlarga mening aka, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Salomat bo'ling. Hangi haftada gibi 5-2 sıkıntı var? Zaten